CD gullari infeksiyasi shamollashi ham enurezga olib keladi va nasliy, ya'ni ota-onadan bolaga o'tishi ham mumkin. Xo'sh, enurezni qanday davolaymiz? Birinchi o'rinda enurezga olib keladigan sabablarni bartaraf etish. Buning uchun yuqorida sanab o'tgan siydik yo'li infeksiyasi bor-yo'qligini aniqlash, stress va qo'rquv bo'lgan bolalarda sog'lom muhitni shakllantirib berish, ya'ni bolani urmaslik, qattiq gapirmaslik, oila va bog'chada tinch muhitni yaratib berish. Nerv tizimi zaif bo'lgan bolalarda esa nerv tizimini shakllantirishga qaratilgan davo muolajalarni olib borish. Uy sharoitida ota-onalar nima qilishi kerak? Bolaga yotishdan 3-4 soat oldin suyuqlik bermaslik, kechki ovqatga asosan quyuq ovqatlar berish, yotishdan oldin albatta hojatga chiqarish va budilnik terapiya qilish kerak bo'ladi. Budilnik terapiya qanday bajariladi? Budilnik terapiya qanday bajariladi? Bola uxlagandan keyin 1 hafta davomida har 2 soatda ota-ona bolani uyg'otib hojatga chiqaradi. Ikkinchi hafta har 2,5 soatda bola uyg'otilib hojatga chiqariladi. 3-hafta har 3 soatda chiqariladi. Shu tariqa har hafta yarim soatdan qo'shib boriladi. Bu usul ota-onalar tomonidan qat'iy rejimda bajarilsa, har 10 ta bemordan 8 tasida ijobiy natija beradi. Kasallikning aniq sababi va davo muolajasi haqida to'liq ma'lumot olish uchun bizga murojaat qilishingiz mumkin.